Siz hech nega ba'zi odamlar qiyin vaziyatlarda ham o'ziga juda ishonchli ko'rinishi haqida o'ylab ko'rganmisiz? Buning sabablaridan biri alter ego tushunchasi bo'lishi mumkin. Alter ego bu sizning umuman boshqacha, kuchliroq va ishonchliroq versiyangiz. Bu boshqa odam emas, balki o'zingizning ichingizdagi yangi obraz. Masalan, oddiy hayotda uyatchan bo'lgan inson sahnaga chiqqanda yoki sport musobaqasida butunlay boshqa odamga aylanib qolishi mumkin. Hattoki ko'plab sportchilar, aktyorlar va tadbirkorlar ham muhim vaziyatda o'zlarining alter egolaridan foydalanishlarini aytishgan. Chunki miya ba'zan men buni qila olmayman deb o'ylaydi. Alter ego esa shu cheklovlarni vaqtincha chetlab o'tishga yordam beradi. Balki sizning ichingizda ham hali kashf etilmagan kuchliroq bir versiyangiz bordir. O'zingizga savol bering: men eng yaxshi versiyam bo'lganimda qanday fikrlardim va qanday harakat qilardim? Ana shu tasavvur qilgan obraz sizning alter egoingiz bo'lishi mumkin. Ba'zan hayotingizni o'zgartirish uchun yangi inson bo'lish shart emas. Ichingizdagi eng kuchli versiyani uyg'otishni o'zi kifoya. Eng sara psixologik ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling.